o'sha. Biz mana hozir Berlinni Silicon Valley qilishmoqchi bo'lishgan ekan, o'shanaqa joyda. Adlershoftda yuribmiz, ha. Demak, asosan bu yoqda ilm fan, ishlab chiqarish, hammasi rostdan ham hamma yoqda kompaniya ekan. Hozir Humboldt institutiga qarab ketyapmiz. Max Born institutiga qarab. Mana 10 qo'ldagi. Zuhridan shunga kelgan. Ha. Mana shunga kelgan Max Born. Bu ham fundamental lazer ishlaydi. Ha, lazer bilan ishlaydi. Max Born instituti. Ajoyib. Voy. Besta section bor bunda. Kristallografiya instituti bor. O'zi Max Born Strabe deb yozib qo'yibdi. Humboldtning fizikasining leksiyasini o'qiyotgan. Leksiyonni zali qildi. Ajoyib. Mana Newton Strabe. Birov shu fizikani o'qishga keldi. Yo'q, ha? Humboldt. Ajoyib. Bu ish chiqim bo'lmagani uchun, lekin bu yoqlar menimcha o'ng taraflar yotoqxonalar bo'lsa kerak. Mashinalar ko'p. Odamlar kelib ishlaydimi yo? Yo'q, bu ish chiqim bo'lmagani uchun deyarli hech kim yo'q. Endi sumkamda bor. Demak, Modern Optik, ana Anvarni ishlaydigan xona. Gap yo'q. Kichkina va xichamxona ekan.